Yaqında Almut şəhərinin Milli Kitabxanasında Qazaxstan Yazğıçılar İttifaqının əzası Cəmiyyət Ərbabi yazğıcı Dürnəm Məşhurovanın Qazaq tilida nəşrdən çıxan Ana Mirası namlıq kitabını tonuşturuş mərasimi alohida ötküzüldü. Bu təntənlik mərasimğa Qazaxstan Yazğıçılar İttifaqının yenidəki Uyğur Ədəbiyyatı bölümünün rəisi yazğıcı Əhmədcan Haşiri, Qazaq ədəbiyyatının məşhur yazğıcısı Alim Murat Əviyezov, yazğıcı şairlər Taşgül Heziyarova, Fətügül Məqsədovala, Uyğur Avazı Gezitinin baş mühərriri Erşad Əsmətov, Qazaxstan Cumhuriyeti'nin xizmət göstərən ərbabi Murat Əhmədiyev, Cumhuriyetlik Akademiyalik Uyğur Teatrının müdiri Ruslan Toxtaxunov və şundaqla köplügən ziyallar, hörmətlik mehmanlar, sənətkarlar həm yaş oqurmanlar qatnaşdı. Məzkur romanның məzmunu bolsa, ötken əsrinin 30-cı yıllardan başlap O'rta Aziyadagi anılarning başdan keçirgen voqealari bo'libmi Uyg'ur anılarının yer ag'dirish, ocharchilik yillarida tartgan jafolari, ulug' vatan urushi yillari jafokash anılarning atqurgan mashaqqatli emgeklari bayon qilinadi. Mening kitabım Ana Mirası deb o'zli aytib turdi eti. Anılar to'g'risida. Shu men kichik vaqtimda o'zim yezida o'sgan shundaq yezdiki anılarning taqdiri to'g'risida yozdim-da. Mana ilqi 37-ci yillari xalq düşməni deb ip ketgende shu semyalarni o'zining yezisida tug'izmasdan ularni ya avdirib chelaklarga evitib, u yerda bicharalarni ya ish bermay, ya bolalarni maktabga olmay shunchalik qiyinchiliklarni beshidan kechirgan analarda. Ondan keyin mana urush boshlanganda butun ish analarga qoldi. Mana shu vaqtlarda analar qanchalik ig'irchiliklarni o'zining murisida ko'tarib, mana ajiz bo'lsa-ma. Shu urushdan əlləri kəgiçə bütün ig'irchilikni beshidan ko'chadi, bolalarni boqdi, bütün ishni qildi. Yana shu analar mana pensiyaga chiqqanda 12 so'm elib, ashunga rozi bo'lib yurdi. Endi ularning qilgan ishlarini bu er kishi qilamatdimi-ki deb o'ylayman. Bu kitabim shuning uchun xalqqa shunchaki yaqinda, endi qozoqchani chiqardim. Mana qozoq xalqi mana mayda o'tkizing deb, o'sha kitobxonada meni chaqirib o'tkizib beryapti. Shuningga men endi o'zim shunchaki xo'shal bugun, shunchaki xalq o'qiganlar hozir endi shunchaki yaxshi inkaslarni aytib beryapti menga. Shuning uchun men o'zim rozi bo'lib o'tirman. Kichigidilla adabiyotga zo'r ishtiyoq bog'lab, ta mushu kungacha o'z qalamini tavritib kelayotgan Durnam Mashurovaning Ana Mirasi nomli kitobi esingizga solsak, 2009-yili Uyg'ur tilida, 2016-yili rus tilida nashrdan chiqqan edi. Mana bu yilmu navbatdagi kitobi qarindosh qozoq xalqining yozuvchisi Davlatbek Baytursun o'g'lining qo'llab-quvvatlashi bilan davlat tili qozoq tiliga tarjima qilinib, o'qirmanlar diqqatiga havola qilindi. Shundaqla bu kitob dаңlıq rassom Hoshimjon Qurbonning sizgan milliy loyihalik rasmlari bilan alohidalandi. Men o'qirman retida bu kitobni 2 kun ichida o'qib chiqib, cho'ng ta'sirot oldim. Bu faqat Uyg'ur millati uchun emas, shundaqla butkul turk tilli xalqlarga o'rtaq emgak deb o'ylayman. Qozoq tiliga ajoyib tarjima qilingan, tushunishli. Shundaqla kitobda Uyg'ur xalqining obrazi tasvirlangan rasmlar ko'nglimdan yuqori o'rin oldi. Muallifning navbatdagi bu emgagiga men faqat opirin aytqim keladi. Romanda anılarning obrazi bilan birga shu yillarda qozoq xalqi bilan Uyg'ur millatining orasidagi bo'lgan chin do'stligi, shuning bilan qator xalqimizning madaniyati, san'ati, urf-odatlarimiz ham milliy taomlarimiz haqida o'y-fikrlar aniq yozilib, bu to'g'risida bizga to'lig'iroq Ahmedjon Hoshiri so'zlab berdi. Mening o'yimcha dramaturgiya bo'yicha butun minglagan o'qirmanlarni xushal qildi. Shuning bilan minglagan tomoshabinlar xursand bo'ldi. Bu bizning teatr tariximizda mangu shu sahnada qoldigan asar bo'lib qoldi. Bizning urf-odatlarimiz, shuning bilan birga boshqa millatlar bilan do'stligimiz cho'ng aks etildi. Mana bugun shu gaplar bo'ldi. Qozoq bilan Uyg'urning do'stliklari, bu adabiy do'stlik, mangu do'stlik deymiz. Mangu do'stlik adabiyotdagi do'stlik. Agar adabiyotda ashtaq bir
Қазақ, ұйғыр, башқа milletlerinin dostluğu ifadelense bu haqiqiy edebiyat. Bu şekilde ip qaraganda Dürnem Meşhurova bizning qalamdosh yozuvchimiz şu dostluqni o'ziniki ana marasi kitobida nihoyatda cho'ng tafsili atrofliq badiiy tasvirlagan deb hisoblayman. Bugun shunchalik yaxshi tomoshabinlar, o'qirmonlar kelibdi. Biz shunga nihoyat xursand bo'ldik. Hammasi o'zining yuqori bahosini berdi. Bu bizniki Qozog'iston, mustaqil Qozog'iston Uyg'ur adabiyotiga bergan cho'ng baho. Shu jumladan Dürnem Meşhurovaning emgigi nihoyat yuqori baholandi. Mərasim axırda kelgan mehmonlar Dürnem Meşhurovani təbriklab, ezgu tilaklari bilan birga quchoq-quchoq guldastalarini hadiya qilgan bo'lsa, muallif o'z o'qirmanlariga navbatdagi kitobini sovg'a sifatida taqdim qilib, xotira uchun suratlarga tushdi. Abdumanap Mahmudjon, Aman Qo'janov, Baxtiyor Iminov, Tangridog kanali.